Assalomu alaykum azizlar. Yana bir yangi obyektimizni boshlab oldik. Tomga penalomboz quyish jarayoni xizmati. Bu penalombozni asosan loy suvoqlarni o'rniga bosamiz yoki bo'lmasa yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib beramiz. Izolyatsiyani 100% darajada ushaveradi. Masalan, yuqa bosilib qolgan eski loy suvoqlarni ustiga 5-7 sm qilib quysak bo'laveradi. Yoki bo'lmasam vassali shilipkalar ustiga ko'rib turganlaring materiali borda, shu materialni bir qator yozamiz, ustidan 10-15 sm gacha qilib quyib beryapmiz uylarga. Peshavon naveslarga bo'lsa 7-8 sm qilib quyib beryapmiz. Ko'rib turganlaringdek bu suyuq holatda quyiladi boshida. Buni qatishiga 10 minut vaqt kerak bo'ladi, qurib ketishiga shu 1 oy vaqt kerak bo'ladi. O'zini holati toza 1 oyda ichida qurib ketadi. Yana ham batafsilroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, bu penalomboz loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi vazni. 100 kvadrat joyizga shu 4,5 tonna yuk tushadi agar 7-8 sm qilib qo'yadigan bo'lsak. Hisobini bemalol chiqarsalaring bo'ladi. Mana bu joyimizga ham hozir 7 qilib qo'yyapmiz. Chiroyli qilib razmerlarni ham chiqarib, ustini ham tekizligicha quyib ketilyapti. Bir boshdan dimoxod qo'yib yuboramiz dedik, uydagilar o'zlari pataloydan dimoxod qo'yishib yuborar ekan. Shuning uchun biz dimoxod qo'ymadik. Bo'lmasa dimoxod qo'yib yuborgan afzalroq, nimagaki to'sinlarda vassali shilipkalarda chiritmaydi, havo aylanib turadi. Uylarda katta kichikligiga qarab bittadan ikkitadan dimoxod qo'yib yuborsak bo'laveradi. Bu joyimizga o'sha bitta ikkita qo'ydik, qolganiga o'zi uydan bor ekan, shuning uchun qo'ymadik. Qattiqligini ham ko'rib turibsizlar. Ustida bemalol yursa bo'laveradi. 1 tonnali, 2 tonnali subachoylarni olib chiqib qo'yaverasiz. Izlari ham chiqmaydi, boshqa bo'lmaydi. Xo'p, bu penalomboz kvadrat narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, materiali ichida bo'ladi. Bunaqa qilib quyib ketishimiz ham yo'q ichida. 1 kvadrat narxi 5 sm-ligini 35 ming quyapmiz, 7 sm-ligi 40 ming bo'lyapti, 10 sm-ligi 50 ming. Agar yana ham qaniyroq quyamiz deyilsa 15 sm gacha quyapmiz. Uni narxi 60 ming bo'lyapti. Agarki yana ham kvadrat kattaroq joylar bo'lsa, jichepcha kelishtirib beramiz, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, podpishka qilib turasizlar. Chunki sahifamizga a'zo bo'lsalaring, yana ham yangi obyektlarimizni qo'yib, yana ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz qolgan videolarimizda ham. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, bizni o'zimizni manzil Farg'ona. Bemalol telefon qilib, zakaz bo'lsa yoki savollaring bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha xizmat bo'lsa qilib beramiz, maslahat kerak bo'lsa qo'limizdan kelgancha maslahatni ham berib o'tamiz. Rahmat hammaga, videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom eting.